Assalomu alaykum. Bugungi kun mavzuyimiz nega ko'pchilik tenderlarda yuta olmaydi? Qaysi tenderlar oldindan kelishilgan? Oddiy odam ham tenderda qatnashib yuta oladimi? Bugun sizlar bilan shu haqida gaplashamiz. Ko'p insonlar Qozog'iston tenderlari haqida ikki xil gapni gapirishadi. Biri raqobat juda ham kuchli bo'lsa, ikkinchisi esa hammasi oldindan kelishilgan. Bugun hissiyotlarga berilmagan holatda real holatni, tenderlarni sizlar bilan gaplashamiz. U yerda tenderlar aslida qanday ishlaydi? Raqobat darajasi qanaqa? Haqiqat shuki, raqobat bor. Ayniqsa katta summali tenderlarda, qurilish va yoqilg'i sohasida, milliy kompaniyalar buyurtmalarida. Lekin har doim ham 10 ta, 20 ta ishtirokchi bo'lavermaydi. Ko'p hollarda tenderlarda 24 ta qatnashchi bo'ladi. Ba'zi hududiy tenderlarda 12 ta firma bilan tenderlar yopiladi. Xulosa qilib aytganda, raqobat bor, lekin hamma joyda ham bir xil emas. Ayrim yo'nalishlarda raqobat juda ham kuchli bo'lsa, ayrim yo'nalishlarda 5 ta, 6 ta kompaniya bilan tenderlar yakunlanadi. Ishtirok etish qiyinmi? Ochig'ini aytganda, texnik tomondan platforma juda ham murakkab. Hujjatlar ko'p, texnik topshiriqlar juda ham aniq yoziladi. Psixologik tomondan yangi kelganlarga ishonchsizlik bor. Katta kompaniyalar ustunlikka ega bo'ladi, lekin agar hujjatlar to'g'ri tayyorlansa, texnik talablar diqqat bilan o'qilsa, tenderga kirish mumkin. Bu afsona emas. Qozog'iston tenderlarida korrupsiya bormi? Eng ko'p beriladigan savol. Siz nima deb o'ylaysiz? Fikringizni izohlarda yozing. Men sizga tushuntirib beraman. Ochiqini aytganda, korrupsiya yo'q desa ham yolg'on bo'ladi, hamma tenderlar sotilgan desa ham yolg'on bo'ladi. Real holatda tenderlar qanday ishlaydi? Katta va puli shirin bo'lgan tenderlarda oldindan kelishuv bo'lishi mumkin. Texnik talablar aniq bir firmaga moslab yoziladi. Kichik va o'rta tenderlarda ko'p hollarda haqiqiy raqobat, narx va hujjat yutadi. Muhim jihat shundaki, Qozog'istonda barcha tender jarayonlar ochiq ko'rinadi. Shuning uchun ochiqdan ochiq pora berish ishlamaydi. Sxemalar murakkab yozilgan. Qozog'iston tenderlarida natijalar ochiq-oydin ko'rinadi. Kim yutganini hamma bilishi mumkin. Shikoyat qilish mexanizmi ham bor, lekin shikoyat berish biroz vaqt va asabni talab qiladi. Har doim ham g'alaba bermaydi. Shunga qaramay, yutib chiqqan mustaqil firmalar bor. Bu tizim butunlay yopiq emasligini ko'rsatadi. Xulosa qilib aytganda, Qozog'istonda tenderlarda pora berish bor deb ham, yo'q deb ham aytib bo'lmaydi. Lekin o'rganib chiqsa bo'ladi. Korrupsiya bor, lekin hamma joyni egallab olmagan. Kim hujjat, hisob-kitobni va strategiya bilan aniq ishlab, to'g'ri narx berib, to'g'ri ishtirok etsa, yutish imkoniyati ham bor.